Do'stlar, Frunze massivdan 8 etajli uyimizning ikkinchi etajida 3 xonali uy sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya zo'r, shundoqqina 25-maktab bilan Detskiy bolnitsaning ro'parasida. Podezlari ham kengina, shinamgina qilib qilingan. Bu uyimizning kirish qismi, eshiklar ham yaxshi temir eshiklar qo'yilgan. Shkafimiz, oyoq kiyim ilishga. Bu yoq hojatxona qismi. Bu yoqda vannamiz, ariston ham o'rnatilgan. Bu xonamiz ayollar yaxshi ko'rgan oshxona. Oshxona mebeliga tayyor qilib qo'yilgan. Isitish tizimlari bor. Bu yoqda razvedkalar, televizor o'rnatishga yo boshqa narsalarga ishlatsa bo'ladi. Koridor qismimiz. Bu xonamiz общий zal, ya'ni mehmonxona o'rnida foydalansa bo'ladi. Bu yerda ham isitish tizimlari bor. Keyingi xonamiz bolalar xonasi o'rnida foydalansa bo'ladi. Bu yerda ham batareyalar bor, issiqqina xonalar. Bu xonamiz yotoqxona. Chiroyli qilib remont qilingan. Bu xonamizda ham isitish tizimi bor. Derazalarimiz hammasi Aqua romlaridan ishlatilgan. Eshiklarimiz yaxshi MDF, baquvvat mustahkam eshiklardan qo'yilgan. Uyimizning narxi uy egalari tomonidan 51 ming deb baholandi. Agar uyimiz yoqqan bo'lsa, bizga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bizga bog'lanishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga tarqatib qo'ying.